aka dehqonmiz. Hop, biz 7 oylik, xudo xohlasa chora zamondan chiqsa yengil-yengil narxlarni yengillatib, like podpiskalarni bosib turishsin. Videoni oxirigacha ko'rsin, xudo xohlasa narxlarni ham qulay narxda qilib beramiz. Assalomu alaykum, hurmatli chorvador aka-ukalar hamda bizni uzoq yaqindan kuzatib kelayotgan do'stu birodarlar. Xudo xolasa akalar, Namangan viloyati To'raqo'rg'on tumaniga To'raqo'rg'onda o'zidamiz. Inshaalloh agar mana shvedni originalidan germanskiy shveddan kerak hamda agar bitta like bosib qo'yasiz aka. Xudo xolasa 2026-yil aka 21-iyul. Hop. Chorshanbada bugun, chorshanba kunida turibmiz aka. Bugun ularda mana shved ko'chat buqachalar bor ekan, xudo xolasa 5-6 bash ularni qo'ldan kelgancha narxni olib yoritib beramiz akalar. O videoni boshidan bitta like bosib maksimal kuzatib borasizlar. Hozir bularni birma-bir tashqariga olib chiqib kerak ko'rsatib narxni olib yoritib beramiz. Mana aka, xudo xolasa sekin olib chiqish jarayonida. O'ta katta narsa ekan, xudo xolasa bular akalar. Aka, bu xudo xolasa bu bo'g'oz aka. Bo'g'oz ekan akalar. 6 oylik. Bu bular xudo xolasa bolasi qornida. Ikkinchisiga bo'g'oz. Bo'y baslar necha ekan? 150-60 chiqadi. O'zingizniki ham 170 ekan bash. Mana akalar. Mol degan gabarit katta ekan. Videoda qanaqa chiqibdi bilmadim aka, lekin mol sifat sorti ideal ekan. Aka sut nechta berardi? 15 ta berardi akalar. Yer oq quloq oqtumshiq. Bu german shved a? German shved. Mana agar mana shunaqa 100 tala german shveddan kerakmi agar like bosib qo'yasiz, xudo xolasa. Haligi ham tayinami urug'i ham aka? Mana agar yaxshi urug'ga qo'yilgan, xudo xolasa. 6 oylik bo'p turg'u ekanlar. Narxlari ham yengil qilib berasiz endi aka. Kanalda yangisiz. So'rashib qo'yaylik aka. Assalomu alaykum. Xudo xolasa endi aka bular bo'y baslar baland ekan. Elilar ham oq elimdan. Zagonda yurgan mollar akalar bular. Narxini aka bitta yengil qilib qo'yib beringchi. O'zi asli bozorga olib chiqib 70 million demoqchi edik. Hop. Biz obunachilarga 68 o'tib ham beramiz, xayri bor. Qo'lni bering aka. Chorvazamondan chiqdim deysiz-a, bittadan like bosishgan bo'lsa 67 yana o'tib bering. Barakasini bersin aka. Xudo xolasa 67 million so'mga agar xudo xolasa yana o'tib beriladi. Bu mol qimmat ekan, unaqa haligi bo'lmasa kerak, negativ bo'lmasa. Buni hamma narsa nima kerak? O'ziga yarasha, parodasi bor, zot bor narsa avvalo birinchi o'rinda bo'ladi aka. Suti ham 15 ta, lekin molni gabariti ancha katta ekan mana. Bo'yganimizni bo'yni ko'ring. Endi bu molni ko'ring akalar. Hamma narsa aka sifat sortiga qarab, ha. 40-50 millionga ham bor, lekin hammasini aka sifat sorti har xil aka. Xudo xolasa bu o'sha hoji akalarimiz boqadigan mollar ekan, xudo xolasa akalar. Birinchisi aka bu? Bu ikkinchisi. Yo'q, birinchi molimiz bu. Ha, birinchi molimiz. Endi bunaqa sekin ko'raveramiz, ha. Keyingilarga qanaqalardan chiqadi? Keyingilarga zotga ovoz buqachalar so'raganlar ovoz chiqadi. Zotga, xudo xolasa. Mana akalar, orqa boshlari tepasi oq palaslari o'zi bilan aka, molni ko'ring gabaritni. O'ta katta narsa. Mana aka, xudo xolasa keyingisiga mana xunojinda 100 talasidan smetal aka bu. Grifortga smetal. Grifortga kadar smetal, lekin sifat sorti idealidan akalar. Mana. Alloh kiprik tumshuqdagilar, xudo xolasa. Tozasi qanaqa bo'ladi degan ko'kalarimizga mana shunaqa bo'ladi akalar. Ballaqlari o'zi bilan sirg'alar ekan. Ostlar ham akalar oq yelindi. Sir qilaman degan ko'kalarimizga tavsiya qilib qolamiz. Yoshaligi qanaqa ekan? Bir yasharga yaqinlashib qolganmiz. Bir yasharga yaqinlashib qoldi. Ha. Bir oy boqib turib, bir kunjarani yedirib, ha. Ha. Buqatalab, buqaga tayyor qilib qo'ygan, xudo xolasa. O'z hozir ham yonib turibdi ekan, qaynab. Bo'ybasi necha chiqar ekan aka? Bo'ybasi 1.15, 1.15 chiqadi. 1.15 pliska olasan, ha? Lekin badani yaxshi ekan. Mana aka, sifat sort idealdan bu toza fermindan ekan. Unaqa jaydari paydari emas, fermin nesidan. Sirg'alari o'zi bilan. Narxlarni ham aka yengil qilib berasiz-da? Ha, xudo xolasa obunachilarga yengil qilib beramiz. Kanalda yangisiz aka? Ha, yangi. Arzonchi degan nom kerakmi, qimmatchi degan nom kerakmi? Bizga arzonchi kerak. Qo'lingizni beringchi jigar. 26 million nima deysiz? 26 million bozor bilan bir xil bo'lib qoladi. 25 berishsin.
Yana o'tib berasizmi? Kelishyapsiz o'tib ham. Barakasi bersak. Xudo xolasa yana o'tib beriladi. Onlayn savdo bor-a? Bor. Xudo xolasa dastavkamiz qayergacha bo'ladi? Dastavkamiz biz dehqonmiz aslida. Bular dehqon. Xudo xolasa. Kelsa endi yo'lida qilib bir oycha mosha topamiz-da endi. Vodiy bo'ylab qilib beriladi. Xudo xolasa. Undan u yog'iga ham telefon qilishaversin. Kelishamiz aka. Ha, kelishamiz. Bitmagan ishchi o'zi yo'q ekanlar. Bag'diga emas, zarli ekan. Ko'ryapsizlar. Mollalar sifat sortiga ahamiyat berasizlar. Yedishlarni yeb dahshat yedishlar aka. Muammo yo'q, 100 foiz. Yemaga ichmagan mol bunaqa badanda bo'lmaydi. Buni o'ynoqlab turmaydi, ha. Xudo xolasa aka. Sog'lom. Ekan. Men olib kiraveramiz akalar. Mana. O'ynoqlab turgan yeridan akalar. Zagon yurgan mollar bular akalar bo'shda. Xudo xolasa. Agar kengilarimizga navbat beramiz. Yana agar endi shvedni mana shunaqa yoshdan ko'chatidan kerakmi agar like bosib qo'yasiz. Xudo xolasa aka buni yosh oyligi qanaqa? Bu 7 oylik. 7 oylik onasini tagida yuribdi mana akalar. Hali bo'yniga arqon tushmagan. Mana shu yer zagonda yuribdi mana shu onasi. Bu bolasi mana o'ta baquvvat narsa ekan. Boqaman deganlarga. Zotga boqaman degan ko'kalarimizga tavsiya qilib qolamiz. Baqa ham o'sha meshida ana shu yetgan ekan-da. Yer ostilari ham, orqalari ham o'ta baland ekan. Bo'ylari necha ekan aka bu ko'chatda? Bo'ylari 120 o'sharoq 120 plus. 120 plyusda. Ha. Narxlari ham xudo xolasa yengil bo'ladi akalar. Molda agar oq quloq, oq tumshuq 100% German shved akalar bu. Toza. Toza anaqa gibrid emas. 100 talik akalar. Xudo xolasa. Narxlari ham hamma bo'p, hamma ham bo'p qilib berasiz aka. Xohlasa kelishtirib beramiz. Ishqibozga qiziqqanga beramiz. Ishqiboz aka, buni oyoq qo'llari ham o'ta baquvvat narsa ekan. Videoda qanaqa chiqyapti bilmadim akalar. Ular telefon qilsa, Telegram, WhatsApp bor hamma narsa. Telegram, Instagram, WhatsApp. O'zlariga bir jolli ham ko'rsatib ham qo'yaveradi. Bo'ybaslar necha? Bu 125 plyusga chiqadimi? Ha, shunaqa chiqadi. Bo'ybaslar ancha baland ekanlar. Mol sifat sorti ideal ekan. Onasini tagida suti ham yurgan mol ekanlar. Mana akalar. Mana aka endi xudo xolasa buni narxini chiroyli qilib, yengil qilib qo'yib beringlar-da. Ha, xohlasa. Mana aka o'ta ko'chat narsa ekan. Ya narxini gapiringchi, qo'lda bering aka. Narxi 40 million. Bo'lmaydi. Siz obunachilaringiz 40 million emas, 39 million. Chorva zamondan chiqyapman deysiz. 38 ga bering aka. Bo'ldi, chiqishyapsiz. Barakasi bersin aka. Xudo xolasa. Agar chorva zamondan chiqyapman desalaring aka, xudo xolasa ishlaring bitadi. Aytilayotgan narxlar muhim emas aka. Kim aytganiga sotmagan aka, yana o'tib beriladi. Xudo xolasa o'tib. Savdo sunnat agar mayda chuyda o'tilmaydi, chiroyli o'tib beriladi, xudo xolasa. Onasi agar bo'g'as bu boquvdi, ha? Ha, boquvdi. Lekin agar bolasiga ishqim ketdi, lekin bola o'ta sifat narsa ekan. Inshaalloh agar olib qo'ysalaring, bir yil sababini qilib boqsa, inshaalloh 70 dan tepasiga sochadi, ha? Xotirjam. Xudo xolasa agar yaxshi niyat qilib bosalaring, inshaalloh agar yaxshi bo'ladi. Endi yana shunga o'xshashdan bor bitta. Bor bitta, ya'ni toza germani bor. O'shada turibdi. Endi Nargizagonga o'tamiz. Endi agar xudo xolasa yana keyingisiga shuni egizagi, lekin ozroq kattaroq, ha? Ha, 25 kunlik farqi bor. 25 kunlik farqi bor ekan. Xudo xolasa, lekin molni sifat sorti вообще ideal narsa ekan. Toza German shved mash bo'ladi ekan. Bu yerda faqat sifat sortlar ideallari bor ekan aka. Ha, zotga. Yoshonligi buniki 8 yil sredna. 8 oylik, ha. Bularga aka dehqonchilik ham narsa. Dehqonchilikda boquvda turgan mollar bularga. O'zlaridan ko'paytirishgan xudo xolasa. Bo'ybaslar zotga so'raganlarga tavsiya qilib qolamiz akalar. Bo'ybaslar ham xotirjam salkam 130 dollar beraveradi akalar. Oyoq qo'l aka kengliklariga ahamiyat berasizlar. Faqat aka beylar sifatga, Zotga, sifatga. Mana aka, xudo xolasa. Narxlari ham yengil bo'ladi. Nima o'yapti aka bular asosan beyda? Bu suluska somon aralashtirib beramiz. Sulus somon kepaga. Mol nimaiki yesa yuraveradi. Yuraveradi. Xudo xolasa aka. Bunaqa yem-pem ko'rmaganmiz. Bitta kepani o'zini yeydi, xolos. Mana aka, xudo xolasa. Hali yosh ekan lekin. Ko'chatidan. Xudo xolasa endi agar bularda ham uni yonida ko'ring. O'z bo'yni bo'yi salkam 1.25, endi buni bo'yini ko'raverasizlar. Ancha baland ekan buni bo'yi aka. Hozir German shved zoti bor. Toza 100 talik tekshirib olisharadi. Xotirjam yemga tashishaveradimi aka? Tashisharadi.
Xotirjam aka, cho'chimasdan yemga boqib, xudo xolasa zotga bolani olaverasizlar, xudo xolasa. Narxi nima aka? Bitta yengil qilib beringchi. Endi buni 40 million deymiz-da, narigindancha kattaroq. 40 million demang aka. 1 million ko'proq qiling aka, 1 oylik farqi bor ekani. 39 million kelishaversak. Barakasi bersinlar. Xudo xolasa dastavkamizga kirib, vodiy bo'ylab besplatni yetib boradi. Undan yog'iga kelishilgan holatda akalar. Bitmagan ish o'zi yo'q akalar mana. Sifatga ahamiyat berasizlar. Vaqti kelishgan narsa ekan bu ham akalar. Orqa boshlarga ahamiyat bering akalar. O'ta baland narsa ekan. 39 dedingiz aka? Yana o'tib beriladi akalar. Aytilayotgan narxlar vaqti mumkin emas akalar. Bittadan telefonni qilasizlar, ishlaring bitadi. Bittadan like bo'lsa, obuna bo'lib qo'yasizlar. Chora zamondan chiqsa, xudo xolasa ancha o'tib ham beramiz. Yo'q, shu bilan videolarimiz akalar yakunini so'raymiz. Bittadan like bosib qo'yasizlar akalar. Like bosish degan